Xayrlı kun o'quvchilar. Bir o'zgarishlar tegishsizliklar sistemaсын sheshuning praktik ilishini ko'ramiz. Tegishsizliklarni sheshigiz. Әлеге tegishsizliklarni шешіру үшін har tegishsizliklarni g'oyalashtirik. Tegishsizliklarning o'zliklarini qo'llanamiz. -1ni o'ng yoqqa ko'chiramiz, +1 bo'ladi. Har ikki yoqni 3ga bo'lamiz. Ikkinchi tegishsizlikda har ikki yoqni -4ga bo'lamiz. Teskari sanға bo'lgach, tomga qopma-qarshiga o'zgardi. Demak, javobda -2dan 3ga qadar. Ikkinchi tegishsizliklar sistemasini chekish uchun har tegishsizlikni g'oyalashtirik. Ga bo'lamiz har ikki yoqni. Әлеге tegishsizlikda -1ga bo'lamiz. Demak, tomga qopma-qarshiga o'zgaradi. Demak, javobda x'ning qiymati -2dan 1 oralig'ida o'rnashgan. -2ni kiritib. Әлеге ikkili tegishsizlikni sheshir uchun 3x + 5 аңлатмасы birinchidan -7dan zo'rroq bo'larga tegish ham 11dan kichikroq bo'larga tegish. Mana tegishsizliklar sistemasi ravishida yozik. Birinchi tegishsizlikda -3ga bo'lamiz. -3 teskari son, demak, tomga o'zgara qopma-qarshiga. Ikkinchi tegishsizlikda 3ga bo'lamiz. Demak, x'ning qiymati -4dan zo'rroq ham 2dan kichikroq bo'ladi. -4 ham 2 oralig'i. 4-chi birim Reshu OG saytidan. 13-chi tip. Tegishsizliklar sistemasini qanoatlantirlik x'ning eng zo'r qiymatini topishga kerak. Mana uchun tegishsizliklar sistemasini cheshik. Demak, x'ning qiymati -4 ham -4dan olib -3 oralig'ida. Tegishsizliklar sistemasini qanoatlantirlik x'ning eng zo'r qiymati -3 bo'ladi. Do'stlar, bugungi onlayn darsda biz bir o'zgarishli tegishsizliklar sistemasini cheshirga o'rgandik. Kelasi onlayn darslarda kutib qolaman.